Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Anchadan beri video chiqarmagan edim. Endi qisqa video chiqarishga harakat qildim. Bozorga borgan edik. Dehqon bozoriga juda ham katta. Selskiy krug degan joyda shunaqangi chiroyli manzaralarni ko'rib, maza qilib toza havolardan bahramand bo'lib bordik. Mana shu yerlar uzumzor ekan, juda ham katta dalalari bor ekan. Havosi shunaqa toza. Bozorga ham yetib keldik. Shunaqa juda ham katta bozor. Moshinalar mana shunaqa turadi. Stoyanka degan joyi yo'q. Moshinalar bir-birini urib, qirib ketsa ham hech kim javob bermas ekan. Shpanka oldik. Shpankani 13 mingdan 5 yashik oldik. Narxi umuman farq qilmaydi o'sha o'zimizni bozorlar bilan. Sababi ular bilisharkan, dehqon va oddiy ro'zg'orga oladigan odamni bilisharkan. O'shaning uchun ham o'zimizni oddiy bozorlarni narxida berishdi. Biz o'zimizni bozorga borgan edik. O'sha yerdan so'radik, nimaga shu bozor bilan bir xil narxda berishdi Optim bozorda deganimda, ular bilishadi, savdogar bilan oddiy xalqni bilishadi. O'shaning uchun biz sotadigan narxda sizlarga bergan deyishdi. U yerdan ko'p narsa olmadik. Guruch, shpanka va zelin chinoqlardan oldik. Shpankani 13 mingdan berishdi yashigini, juda ham katta. Guruchni 10 mingdan oldik. Guruch 20 kilo oldik, chunki uyda ustalar ishlayapti. Kartoshka piyoz olmoqchi edik, ular alohida bozor ekan. Meva, sabzavot, shunaqa narsalar alohida bozor. U yerda odam juda ham ko'p, ham moshinalar qo'yilgan. O'shaning uchun u tomonlarga o'tmadik. Sababi o'zimizni bozor bilan narxlari bir xil bo'lganiga o'zimizni dehqon bozordan borib olib keldik. Buncha yo'lga borib olish umuman ne stoy deb o'yladik. Bir marta endi aylanib narxlarni ko'rib keldik. Agar yashik olinsa, 2-3 yashik yoki undan ko'p olinsa 2-3 mingga tushib berisharkan. Shundaga narx tushilmaydi. O'sha aytilgan narxda berisharkan. Biz esa shpanka oldik, 5 yashik. 3 yashiki bizlarniki, 2 yashiki oyimniki. Oyim borgan edilar biz bilan. Uni olib kelib, yuvib, quritib, hammasini konteynerga joylab, morozelkaga tiqib qo'ydim. Sababi shu yil uyda usta ishlayapti. Hovlidagi kuxnyamizni buzganligi uchun shu yil kompot qilolmaymiz. Shu sababdan uni olib morozelkaga tiqib qo'ydik. Qishda svejiy kompot pishirib beraman. Bizda uyda aslovni o'g'lim bilan xo'jayinim juda ham kompot yaxshi ko'radilar. Qaynonam bilan men uncha kompot ichmaymiz. Shu sababdan morozelkaga olib qo'yishga qaror qildik. Va u morozelkaga hozir polfabrikat qilib tayyorlab qo'yapmiz. Ustalar bor. O'zimizga oson bo'lishi uchun o'sha morozkaga taxlab qo'yamiz. Usta kelgan kuni obedga tayyor qilib pishirib beramiz. Qaytishda esa shunaqa chiroyli manzaralarni ko'rib qaytdik. Juda ham chiroyli, havosi juda ham toza ekan. O'zimizdan ko'p farq qilmaydi. 20 minut, yarim soatlik yo'l uyimizdan bozorgacha, lekin havosi anchagina farq qiladi. Bugungi videomiz faqat shular. Yana video chiqarishga harakat qilaman. Sizlardan esa like va kommentariya kutib qolaman.